O'zbekistonda xarid qilayotgan go'shtingiz qaysi firmada, qachon so'yilganini bilish mumkin bo'ladi. Bu haqda Gazeta.uz hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish markazi bo'lim boshlig'i G'ayrat Qo'ziboyevga tayanib xabar berdi. Unga ko'ra, hayvonlar tug'ilganidan keyin belgilangan muddat o'tgach identifikatsiya qilinadi va ikki qulog'iga bir xil raqamli sariq berka taqiladi. Berkada O'zbekiston belgisi, qo'mita logotipi, QR kod, hududning harflik kodi, misol uchun Qoraqalpog'iston A harfi, Toshkent M harfi, ya'ni hayvonning yagona identifikatsiya raqami bo'ladi. 2030-yilgacha ushbu tizim orqali go'sht va boshqa chorvachilik mahsulotlarini ham kuzatish imkoniyati yaratilishi rejalashtirilgan. QR kodni skaner qilish orqali hayvonning qaysi xo'jalikda parvarishlangani, yoshi, zoti, emlash va kasallik tarixi hamda qachon so'yilgani haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Xo'sh, sizningcha yangi tizim qanchalik samarali bo'ladi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. Portal 24 Telegram sahifasiga obuna bo'ling.